Yes mahallani bosgan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammalaring yaxshimisizlar? Xabarlaring bor, kuni kecha Andijon viloyatining Buloqboshi mahallasida ko'ngilsiz hodisa yuz berdi va ushbu mahallaga kanaldagi suvlar toshib o'tgani va ayrim mahalladagi uylarni suvlar bosib ketgani haqidagi videolarni biz kuzatib bordik ijtimoiy tarmoqlar orqali. Afsuski biz hozir musofir yurtdamiz va sizlarni yonlaringda bo'lolmadik, sizlarga yordam qila olmayapmiz, ammo lekin qalban sizlar bilanmiz, duolarimizda, namozlarimizda sizlarga Allohdan kuch-quvvat, sabr-qanoat tilamoqdamiz va shuning bilan birga aytib o'tmoqchimanki, biz ijtimoiy tarmoqdagi videolarni ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz va yana bir bor O'zbekistondek yurtda tug'ilganimiz uchun xursandmiz. Sababi yurtdoshlarimiz aynan shunday paytlarda bir-biriga yordam qo'lini uzatib, boshqa shahardagi ushbu hodisani eshitganlar ham u yerga yordamga kelishganlarini ko'ryapmiz va mahalladagilar bir-biriga yordam berib, ushbu qiyin vaziyatdan chiqib ketish uchun harakat qilishyapti. Albatta birinchi o'rinda yurtboshimiz va viloyat hokimi hamda barcha rahbarlar u yerda kecha kunduz xizmat qilishib, xalqimizni boshiga tushgan ushbu musibatdan tezroq olib chiqib ketish uchun harakat qilishyapti ekan. Shuning uchun biz juda ham xursandmiz va shunday yurtda, shunday insonlar ichida biz ham borligimizdan xursandmiz. Viloyatimiz hokimi topshiriq qildi. Ishchi guruhlar qildik. Har 5 ta ko'chasi, bu Sarvontepa mahallasining 9 ta ko'chasi bor ekan, 5 ta ko'chasini ayrim xonadonlarga suv kirgan. Shu 5 ta ko'chasiga, har bitta ko'chasiga rahbar qilib hokimni, prokuror, nachalnik mesalarni qo'yib, xodimlarni bo'lib berdik. Odamlar birma-bir uyga kirib, hamma ush sherbini, nafaqat haligi buzilgan uylari, maishiy texnikalarini ham hisob-kitob qildi, gilamlarini ham, televizorini ham, kir mashinalarini ham, hojatxonalari, molxonalari hamma buzilganlarni syomka bilan qilishib hisob-kitob qildi. Gidroenergiyani представительlari kelgan, o'zlari bilan pul olib kelishgan bular. Mana hozir biz bilan gaplashganimizga roziligini so'rayapmiz, roziman deyapti. Bu yoqqa o'tib pulini olyapti. Mana ichki ishlar xodimlari tilxatini olyapti. Shu bilan biz video zapis qilib olyapmiz. Ertaga shu to'baliqaqa tushunmovchilik bo'lmasin deb. Shunaqa qilib shunaqa tartib beryapmiz. Taxminan nechta xonadonga kirgan? Bundan 1 soat oldin 141 ta xonadonda ro'yxatini qilishuvdi. Hozir yana ketyapti proses. Bizda bir 400 ta deyilyapti. Hali adashishim mumkin 50-60 taga. Qancha fuqaro sizlarga murojaat qildi? Biz o'zimiz kiryapmiz. Hali fuqarolar murojaat qilib ulgurmasdan o'sha xonadoniga bizning представительlar kirib bo'ldi. Kirib, hisob-kitob qilib, mana hali birontasidan bir e'tiroz eshitganimiz yo'q. Hammasi xursand bo'lyapti. Biz juda ham xursandmiz. Yurtboshimiz hamda Andijon viloyatining hokimi va barcha mutasaddi rahbarlar ushbu vaziyatga jiddiylik bilan yondashishgan va o'ylaymizki, ushbu yetkazilgan zararlar tez orada qoplanadi va sizlarning oilangizga yana oldingidek tinchlik, totuvlik va fayzu baraka qaytib keladi. Aziz yurtdoshlar, biz doimo sizlar bilanmiz, qalban bo'lsa-da. Shuning uchun sog' va salomat bo'linglar. Yana kunlarga sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha omon bo'ling.